Xo'sh, mana ichkarida santexniklar ishni boshlagan edi. Hozir ketishdi. Jizzaxdan kelib qatnaydi santexniklar. Mana bu yerlar chuqurni kovlab tayyorlab boshlabdi. Bu hali buzilgan yo'q, dushovoy. Mana bu yerda chuqurda yamani tayyorlab qo'yibdi mana. Mana shu chuqur shashagandan qo'yilar ekan. Chuqurligi 40 santimetrlar bor. Mana shu yerga o'rnatilar ekan. Xo'sh. Bu xonani ham tayyorlab qo'yibdi mana. Mana bu xonani ham tayyorlab qo'yibdi. Mana bu yerda qolgan xonalarda kanalizatsiya o'tadigan-da bu yerdan demak. Ha, bo'ldi. Bergan chashagan qo'yiladi, kanalizatsiya o'tadi shu yerlardan. Ana shunday santexniklar bugun shu ishda qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Ertalabdan kechgacha lekin dar qilib uncha odam chidamaydi, miyasi qaynab ketadi. Mana bu tomonda tagiga beton quyildi. 30 ga 30. Endi mana bu tomonga aplavkani o'rnatish jarayoni. Bu tomonda stiklarni yamayapti ustalar. Pana berib orqasidan. Mana bir xonada Marg'ilon jome masjidining tahoratxonasi xuddi mana shu kabi atroflari Yevrozavor bilan o'raldi, yopildi. Mana shu ko'rinishda bo'ldi. Bu oldi masjid tomoni bu. Chekaroq. Mana bu maktab tomonda yo'l. Mana maktab tomoni. Ajoyib bo'lib yopildi. Hozir naryani ko'rsataman. Mana bu yog'i qassobxonaning yo'l tomoni. Mana shu ko'rinishda yopildi. Tagiga betonlar qo'yilyapti. Mana tahoratxona. Mana bu yerlar ham yopildi mana. Qassobxona. Qassobxona bu tomonda ham 1,5 metr joy vardı, bu ham yopildi mana. Xullas, tahoratxona atrofi Yevrozavor bilan yopildi. Endi tagiga fundamentlar qo'yib, emulsiyalar sepib olsak, ajoyib ko'rinish bo'lib qoladi. Alloh rozi bo'lsin. Mana bugun 30-iyul. Shu bilan kecham bo'ldi mana. Yasham botay deyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.